Hammaga xayrli kun, aziz doktor Rustam Arifov YouTube kanali obunachilari. Ko'rishingiz mumkin, navbatdagi operatsiyamiz noodatiy operatsiya, ya'ni qorin old devorini hamda orqa devorlarini korreksiyasini o'tkazamiz. Pasientimizda uchlamchi holat, tretyichniy случай. Bizdan oldin 2 marta mutaxassis bo'lmagan shifokorlarimiz abdominal plastika operatsiyasini o'tkazgan. Afsuski, kinnikdan yuqorida ko'rinadigan zonada hamda pastda ginekologlarimiz mana shunaqangi xunuk holatdagi asoratlar qoldirib operatsiyalarni o'tkazib bergan. Ko'rishingiz mumkin, ushkalar qolib ketgan, chandiqlar qolib ketgan, mana bu bel zonalarida ushkalar qolgan. Bu tomonda ham bu pasientimizda to'g'ridan-to'g'ri body lifting amaliyotiga ko'rsatma bor. Orqalarini ham kesib olib tashlaymiz. Xudo xolasa hamda qorin old devoridagi mana shu qolib ketgan asoratlar ustida ham ishlab, korreksiya qilib, diastazlarni tikib, kindik joyini ham o'zgartirib beramiz. Xudo xolasa natijalar bu holatdan ko'ra ancha chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatib boringlar, natijalarni sizlar bilan keyingi stories va postlarda bo'lishib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, biz operatsiyamiz birinchi etapini tugatdik. Ya'ni pasientimizga 360 gradus liposuksiya hamda torsoplastika operatsiyasining birinchi etapi, ya'ni orqasidagi beldagi orcha terining hammasini kesib olib tashlab, o'zidan olingan yog'larni dumba sohasiga quyib berdik hamda pasientimiz iltimosiga binoan tabiiylikni saqlagan holda, BBL formaga erishtirmasdan tabiiy holatda saqlab qolingan holatda kam miqdorda yog'ini yuborib, mana shunaqangi effektda dumbalarni yasab berdik. Hamda ko'rishingiz mumkin, mana shunaqangi qumsoat shaklida bellarni chiqarib berdik. Plavniy perexod albatta juda chiroyli, mana ko'rishingiz mumkin, juda ham mayin bellari shakllangan orqa tarafdan. Esida bo'lsa, pasientimizda uchlamchi abdominal plastika, ya'ni noodatiy holat, o'shaning uchun qorin oldi devorida hozir biz operatsiyaning ikkinchi etapini o'tkazamiz, ya'ni qorin old devorini korreksiyasi bilan shug'ullanamiz. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, biz navbatdagi operatsiyamizni tugatdik. Pasientimizga 360 gradus liposuksiya hamda nijniy body lifting, ya'ni torsoplastika operatsiyasini o'tkazib berdik. Esingizda bo'lsa, pasientimiz bundan oldin 2 marta abdominal plastika o'tkazgan hamda juda xunuk asoratlar, qorindagi asimetriyalari bor edi. Bularni barchasini bartaraf qilib, повторно biz uchlamchi abdominal plastika hamda torsoplastika operatsiyalarini birgalikda o'tkazib berdik. Diastazlarni tikdik, kindigini yangitdan yasab berdik. Xudo xolasa natijalar bomba bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, qanaqangi plavniy perehodlar hosil qilib berdik. Kukulniy siluet, sportivniy siluet, diastazlar tikilgan, mana shunaqangi chiroyli qumsoat shakliga keltirib berdik. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, albatta like hamda podpiska tugmalarini bosish esdan chiqmasin. Sizlarga mana shunaqa operatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, Renessans klinikasida doktor Rustam Aripovga murojaat qilinglar. Sizlarga mana shunaqangi bomba rezultatlar yasab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.